Top universitetlarga hujjat topshirishda eng katta xato nima bilasizmi? Faqatgina uning nomi va reytingiga qarab hujjat topshirish. Bugun sizga ideal universitetingizni topishdagi 3 ta oltin qoidani aytib o'taman. Universitet tanlayotganda reytingni chetga surib, mana bu 3 ta savolga javob qidiring. Birinchisi academic fit, ya'ni siz xohlagan aniq yo'nalish va laboratoriyalar mavjudmi? Misol uchun top 50 universitetlarda siz qiziqqan tor soha umuman bo'lmasligi mumkin. Ikkinchisi career support, ya'ni bitiruvchilarning necha foizi ish bilan ta'minlanyapti. Diplom shunchaki qog'oz emas, u ishga yo'llanma bo'lishi kerak. Uchinchisi affordability, ya'ni hamyonboplik. U universitetda grant va stipendiya imkoniyatlari qanday? Sizga grant beradigan top 200 universiteti top 10 talikdan afzal bo'lishi mumkin. Xulosa shuki, universitet sizga sharoit va muhit jihatdan mos kelishi kerak. Shunda siz to'g'ri tanlov qilgan bo'lasiz. Shuning uchun maslahatim, bugunoq o'zingizga yoqqan 5 ta universitetning ro'yxatini mana shu 3 ta kriteriya bo'yicha yozib chiqing. Siz uchun top universitet tanlashdagi eng muhim jihat nima? Reyting, grant yoki uning joylashuvi? Izohlarda yozib qoldiring.